Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim. Assalomu alaykum o'zbegim. Kayfiyatim zo'r. Chunki albatta joylashib olib ko'ringlar bu rolikni, chunki juda arzon. 100 sotik yerda ikkita uy. Bitta narxda juda arzonda ish qilib. Bitta narxda ikkita uy, ikkalasining ham tagida 50 sotikdan yer qo'shib sotilyapti. Xohlasangiz, endi bo'lish yo'q. 2 kishi olsalaring bo'ladi-da. 2 kishi 50 sotik qo'shni bo'lib yashaysizlar. Marhamat qilasizlar. Bitta 50 sotikli yerda mana bu 2 qavatli mana shunaqa uycha turibdi. Hozir ichiga kirib ko'ramiz buni. Mana to'g'rayimizda hammom, uni ham ko'ramiz. Mana og'il bor, haligi saroy bor, elektr energiya bor. Mana bu esa odam bo'yi bo'lib yotgan mana bu yer atrofdagi. Bu 50 sotikdan tashqari ham mana shu atrof yer ko'pda, bo'sh yerlar ko'p. Shuning uchun yana bir muhim jihati ko'pchiligimiz shu chetda bo'lsak deysizlar-ku, xutur bo'lsin deysizlar. Mana shu xutur emas, kichkina qishloqchani chetida turgan uy. Chetida deb mana shu kirishida birinchi bo'lib turgan, lekin chetdagi uy. Mana bir vaqtlari mana reshotka ham bo'lgan bu yerda. Tekis turganda, qarang, tekis turibdi. Ichkariga hozir kiramiz. Ichkarini ko'raylik azizlarim. Mana yonboshidagi, hozir mana bu uyni ko'raylik avval, keyin mana bu yonboshdagi mana bu yer, mana shu yer. Bugun ko'rsatgan rolikdagi ikkinchi yarmi bo'ladi-da. Bugungi uyda ikkinchi yarmi bo'ladi. Yaxshilab joylashib olinglar-da, bitta like bosinglar, yangi kirganlaring obuna bo'linglar. Bismillahirrahmanirrahim deb mana shu verandadan kirib boshlaymiz esa. Mana bismillah deb kirsak, veranda qismi. Oho, do'stlarim, ahamiyat beringlar. Pollar tep-tekis. Men chap tomonga sразу yurib boshladim. Bundoqa pollar mahkam, tep-tekis. Men tashqaridan qo'rqib turgandim. Mana chirdagi ikkinchi qavatga chiqishimni qaranglar. Ikkinchi qavat mana kerak biz. Tekka ikkinchi qavatga qarab surdim-ku. Mana sizlarga ikkinchi qavat. Ikkinchi qavatning ustida ham chirdak bor. Mana derazadan bir tomonga manzara. Bu uyda tozalash kerak. Tozalab, mana bu ikkinchi qavatda mana balkoniga ham chiqdik. Xullas uy juda ajoyib uy menga yoqyapti. Mana bu tomonga ko'rinishi uy yoqyapti menga. Uyni o'zi bir bola bo'lib turish kerak bu uyda. Hozir uy qurish oson emas. Mana rakvinalar ham bor ekan. Hozir uy qurish arzon tushmaydi. Bu uyni bilmadim. Kamida million rubl tursa kerak, kamida bo'lmadi dedi. Endi qursangiz albatta undan ham qimmatga tushadi-ku. Lekin bu aytgan summalardan qo'rqmay turinglar. Tak. Mana verandaga qaytib keldik-da, endi uyda asosiy qismiga mana bismillah deb kirsak-da. Aha. Rosa maqtagim kelyapti, lekin egalari eshitmasin. Mana bu endi kuxnya bashara qismida mana. Mana bu yerda gaz balon bo'lgan ekan. Kuxnyani qanchadir mana mebellari bor. Chap qo'limizda mana bundaqa haqiqiy ruskiy pechka, katta, ko'rinishidan soppa-sog'. Hattoki yana mana ruskiy pechka. Mana shuni ochasiz-da. Bunday ochasizda, ana ichida Baba Yaga Ivanushkani tashlagandik-ku. Pirashka qilasiz. Mana bu xonada ikkita deraza.
Mana o'ng qo'limizda, mana to'g'raymiz. Endi chap qo'lga kirsak, pullarni qaranglar. Pullari mahkamligini. Kayfiyatim zo'r degandim-ku. Mana katta xona endi. Mana katta xona. Kosmetik remont qilish kerak. Devorlarni, abo'ylarni yangilash kerak. Pulga gilamlar tashlash kerak. Mana o'ng tomonda ikkita deraza, hattoki televizor ham bor ekan. Soat to'xtab qo'ygan. Mana bundaqa shkaf. Ikkita kravat. Ana pechkada lejanka. Mana shu ajoyib uy. Azizlar, men sizlarga zo'r uyni ko'rsatdim. Albatta ko'rishni davom etinglar, chunki narxiga kelib yiqilamiz hammamiz. Bizlarga nasib qilsin. Bizlarga nasib qilsin. Так, баня открытая, попаду туда, да? Так. Ана. Так. Здесь озеро. Да, там озеро 300 метров озера. Здесь поле, Да вы что? там поле. Ya на карте увижу его, да? Mana shu to'g'ramizda 200-300 metrdan keyin ko'l bor deyapti. Mana bu shoxlarning orasiga mana bu meni kira olmadim. Mana bu yerda esa quduq bor deyishyapti. Shuning uchun suvsiz qolmaysizlar ekan. Xo'sh. Sayohatni davom etsak. Uy fundamenti turibdi. Uyga qaranglar. Mana. Fundamenti bor. Tep-tekis turgan srub, rosa yaxshi saqlangan. Negadir? Chunki ko'p eski bo'lmasa kerakda, ko'p eski emasda. O'tgan asrda boshlaridagi uylar ko'p chiqyapti-da, ular chirigan taglari. Bu esa soppa-sog' turibdi. Tomi ham butun. Xullas uyga gap yo'q. 200-300 metr ko'l bo'lsa, hovlida quduq bo'lsa, yeri 100 sotik bo'lsa, mana hojatxona. Endi o't o'sib ketganda mana shuni xayolan, mana shu qaranglar, odam barobar mana shu o't atrofida, mana shu 100 sotik yerimiz mana odam barobar o'syapti. Mana. Xayolan buni o'rib tashinglarda. Ana keyin mana bu saray. Mana bu o'tlarni ham xayolan o'ringlar. Это дровяник, наверное. Вот он. Mana tomi bor, devorlar bor. O'tinxona. A saray zakrit, наверное, да? Yonboshdagi eshik bu yopiq ekan, azizlarim. Xullas, mana faraz qilaverasizlar. O'tinxonadan tashqari bunisi где-то 4 метра в ширину. И так 4, да? Метров 15 примерно. А вот это будет баня. Это будет баня. А электричество проведено сюда. Машинаха хаммом. Бананткина турган. Нет, еще не заходил. Так, это предбанник у нас. Такого рода. Ага. Вот такой чердачок. Такой чердачок. Вот это предбанник. Я мазлам тип-текс туртарина. Tep-tekis mahkam turibdi, fundamenti bor. Mana bu yerda nasos bilan suv ham quduqdan o'tkazgan bo'lsa kerak, mana sizlarga banya kerak bo'lsa. Mana hammom. Mana hammom. Mana bu yoqda esa mana parilka ichkarisi. 5 baho. Hammomga ham 5 baho qo'yapmiz. Mana ketdik tashqariga. Biroz shamol ezyapti. Men sizlarga yana bitta narsani ko'rsatmoqchi bo'lyapman. Mana qaranglar. Ana to'g'rayimizda, ko'ryapsizlarmi? 200 metrda, 300 bo'lsa. Ana g'ishli eski
SSRdan qolgan firma, lekin tomi yo'q. Firmani o'zi taxminan yonidan o'tgandim hozir. Yana borib ko'rsatishim mumkin. Mana shu yerdan yonidan o'tib qishloqqa kirib keldimda, birinchi uy mana shu bizniki bo'ladi. Mana bu yerda hattoki setka ham tortilgan, mana qaranglar, mana daraxtlar tagida. Mana bu qurilmacha esa eski banya deyapti. Mana bu o'tni qaranglar, axir mana bo'yim barobar. Xo'sh, mana bu o'tinga 100 yillik molxona bu. Mana bu esa ikkinchi uy deganim. Отсюда есть смысл зайти? Aha. Mana bu ikkinchi uy, buni hammasi bitta narxda ketyapti. Mana tom butun o'nqir-cho'nqir bo'lsa ham biroz. Mana bu крыльцоni buzib tashlab. Можем попасть или не стоит заходить? А? Есть смысл заходить? Ну, зайдите. Есть что? Пошли теперь. Есть что смотреть? Смотрите здесь. Ага. Ну, крыльцо разбираем. Здесь такая верандная часть. Ее тоже разбираем, да, наверное, вот эту? Здесь разбирать надо ее. Ну, сюда. И вот теперь отсюда заходим в основную часть. Вот она, основная часть. Ну, я бы ее хлебом бы сделал. А? Хлеб бы можно сделать здесь. Хлеб. Ну, это дело хозяйское. Да. Нет, здесь, конечно, тяжело. Здесь пол перекошенный. Вон птичка летает. Ну, ладно, как тут. Ondaga pechka katta yo'q. Bu yerda yashagan sharoit yo'q. Bu yerda molxona qilish kerak. Yaxshigina molxona qaldirg'och. Lasочка летает. Счетчик ham bor ekan hattoki. Mana bu ichki xonani pol tep-tekis mahkam ekan. Hattoki mana ichki xona yashash remont qilib, kosmetik remont qilib yashasa ham bo'ladi ekan. Lekin mana bu xonani, birinchi xonani poli tashlagan, mana chapga qarab. Что? А я на камеру рассказываю. А, на камеру. Ага. Так, печка ремонту подлежит, интересно? Нет, наверное. Его разбирать надо, да, печку? Насчет ремонта я не знаю. Я смотрю, там вот конек раскрывшись, наверху конек. Надо бы конек, конечно, установить. Тогда Начинать с конька надо. А? Начинать надо с конька. Да. Нет, заканчивать надо коньком. Почему? А как? Чтобы Мы вода не сначала шла. крышу, кроем крышу, а потом конек туда. Я Вы пом- имеете в виду балку, что ли? Нет, я конек-то имею в виду. Ну вот я и говорю, так сначала мы кроем крышу, а потом наверху. Нет, сейчас шифер-то лежит, просто положить надо конек. Да, да, наверх. Да. Потому Начинать- что он уже начинает сбиваться, она начнет Лично я бы жил бы в том большом доме, а здесь хлеб, хороший хлеб. Вот печку разобрать. отсыреваться. А. Ну, тогда Xullas haligi molxona qilsa yaxshi deyapman, nima? Endi buni remont qilish qimmatga tushib ketadi. Shuning uchun mana shunaqa eski uy. Lekin bu uyda ham, azizlarim, hujjati bor. Shuning uchun, misol uchun ikkita oila bo'lsalaring, bittasiga bittalaring rasmiylashtirasizlar, bittalaring nomiga, ikkinchilaring ikkinchi uyga rasmiylashtirib, shu ikkita oilaga olsa bo'ladi-da. Bu narsni oxirida eshitasizlar. А вот здесь вот кирпичное строение, это что у нас там? Вот там кирпичное строение, это чье это хозяйство? Вот там кирпичное строение. ничего. Теперь колхоза тут нет. было колхозное, да? Да, был колхоз, был коровник, был овчарник. Mana yana bir ko'rsatayım. Qaranglar, mana Овчарник, там 200 никто. metr. Сейчас никто. Aha, Это, naверное, 200 metr. Ana shu yerga o'tib hozir uni ham sizlarga ko'rsataman, Одни azizlarim. развалины. А было Mana shu коровник, yo'l bilan kirib keldik. Vinniца. Ana uyimiz to'g'rayimizda qomadini ko'rib qo'yinglar. O daraxtzorlarning orasida ko'rinib turibdi, qaranglar. Mana yo'l bilan 200 metr o'tib keldimda taxminan. Mana boyagi vodonapорный bashня. Mana bundaqa toshdan qurilma ham bor ekan. Qaranglar, o't juda baland ajlarim. Mana bo'yin, salkam bo'yin barobarda, bu yerda endi o'chishdi. Haligi. Buni ustiga krapiva ham ekan. Mana shunaqa tomsiz albatta shu devor qolganda va eng haligisi boyagi uzoqdan ko'rsatganim mana bu g'ishtli qurilma. Mana ikki tomondan devor bor, uch tomondan. Mana bu tomonda yo'q, o'ng tomondan, uch tomondan devorlari bor.
g'ishtli devorlar. Tomi yo'q, endi shunaqa qurilmada nomiga. Lekin mana atrofi yaylov. Kolxozniki bo'lgan ekan, men albatta hozir ofisga borganimda bu yerda o'rganaman. Egasi bormikan, yo'qmi ko'ramiz. Agar egasi bo'lmasa, mana atrof tabiat. Go'zal joylar, ajoyib go'zal joylar. Корова пошли. Aha. Овчарник. Xo'sh, bu uyning manzili. Bu uyning manzili. Pskov oblasti, Novosokolniki rayon. Mana uyni ko'chadan ko'rinishi boyagi eski uydi. Mana o'tni o'rib tashlanglarda odam bo'yi Он начнет течь. o't. Потолок будет tечь. Ha, tomdagina kozirokdan konyakdan boshlash kerak. Mana yonboshda bog', mana shu bog'. Mana shu yo'ldan kirib keldik. Manzili Pskov oblasti, Xatokani qaranglar. Водонапорный bashna ham bor. Demak, suv bo'lish kerak. А водонапорная башня действующая? Водонапорная башня действующая? Водонапорная башня действующая? Водонапорная башня, не знаю. Не знаю. Не знаю. Вряд ли. Ну да. Вряд ли. Сейчас, наверное. Жалко. А стоит. Нет. Xo'sh, Потому что здесь уже Новосокольники деятельности район? не ведется давно никакой. Nasva bu yerdan Дорожники. Nasva posyolkasiga Дорогу qarashli здесь deranger. дорожники смотрят. Ana kerak bo'lsa. Постоянно. Dorožniklar doim mana shu yo'lni tozalaydilar deydi. Qishin yozin mana shu yo'l, даже. qishin yozin mana shu Надо yo'l. 2 раза. А грунтовка-то крепкая. Ну, Крепкая грунтовка. Да. Тут Ha, подсыпано. yo'l yaxshi. Yo'l endi mana shunaqa Rossiyani yerida. Xo'sh, haligi gapimni tugatmadim. Nasva posyolkasiga qarashli Suvorova degan qishloq. Можно Mana shu ли- yo'l bilan 6-7 kilometr yursak, Garajayn degan uydan qishloqdan Ему ko'p отогреть. uylar chiqarganman. Ana shunga chiqamiz. Katta asfalt yo'lga chiqamizda, o'ng tarafga burilib haydasak, yana bir 7-8 kilometrdan keyin Nasva posyolkasiga boramiz. Великие Луки отсюда километров 50-40 Откуда? отсюда, Великие Луки. Великие Луки. 45. М, Shu atrofda да, xullas. нет, приблизительно где-то километров 50. Ha, 50 kilometr atrof. Mana shu ham boyagi 100 sotikka kiradigan qaranglar, ana nariga qarab ketgan. Ana boyagi yangi yaxshi uyimiz ana to'g'ri aynida turibdi. Нет, уже старых не ездит. Всё. Mana kirishimizda mana deraverni Suvorova deb qo'ygan. Mana elektrostolbalar. Еще поле, тут поле. Xullas, atrof dala ko'p deyapti. Dala, o'rmon. Shuning uchun. Mana shu fermaga rosa ko'nglim ketyapti-da. Shuni o'tib ko'rsak zo'r bo'lardi. Xo'sh, endi yiqilmay turinglar. Дорога туда. Yiqilmay turinglar azizlarim. Здесь завалы. Один звонок, и на следующий день. Diqqat, всё будет. diqqat. Один звонок. Mana shu hammasi ikkita uy, 100 sotik yer, butun mayda cho'dalari bilan mana shu turish 300 ming rubl. Dollarda oshib ketsa 4 minglar bo'lsa kerak mana shu 4 ming atrofida bo'lsa kerak. Mana shunday gaplar. Mana bu yo'l bilan Novosokolniki rayon markaziga yo'l chiqib ketadi. Qishloqlar har 3-4 kilometrda qishloqlar davom etgan bu yerda. Xo'sh, bu dеревня. Сколько живут здесь народу в деревушке? Здесь? Да. Я. Вы один, да? Да. А это ваши сыновья? А? Сыновья ваши? Да. А они где живут? Они живут в Великих Луках. В Великих Луках. Mana shunday gaplar. Xullas. Вот, нужны вам соседи? Соседи нужны? Да. Хуже не будет. Будет лучше. Конечно. Встречаться. Привет, дядя Коль, там, да, поздоровались. Да. Да. Ну, и вообще- Помочь друг другу. Вообще вот уехали в Петербург и не появляются. Уже 2 года не появляются. Как-то внук заезжал с Ага. подругой. Машина, приехали, которая ждала. переночевали и уехали. Telegramga o'tib, lichkamga yozinglar, gaplashamiz. Соседи нужны. Hammadan yaxshi ko'rmanglar. Qo'shnilar kerak deyapti, uydagi qo'shnimiz. Я только за. Ko'rishguncha azizlar. Только за.